Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan DTM 2019-yilda tushgan testlarning kitobini ishlab chiqamiz. Bu kitobda birinchi mavzumiz natural sonlar ekan. Natural sonlarni YouTube'da Xurshid ustozning o'zi natural sonlarni hammasini tushuntirib berib qo'ydi. Zo'raki tushuntirib bergan. YouTube kanalimiz bilan Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Shu YouTube kanali bilan Telegram kanaliga o'tib, Xurshid ustozni natural sonlar mavzusini ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin. Demak, men birinchi mavzusini boshlayman. Birinchi misol. Hop. Faqat 3 ta natural bo'luvchisiga ega bo'lgan ikki xonali natural sonlarning eng kattasini toping dedi. Buning uchun shatamiz. Biror bir sonning bo'luvchilar sonini topishimiz uchun uni tub ko'paytiruvchilarga ajratishimiz kerak. Lekin bir de savolda aytib qo'ydi, ikki xonali sonning eng kattasini deb qo'ygani uchun biza eng katta xonalisini topishimiz kerak ekan. Demak, buning uchun shatamiz. Bu uchun shatishimiz masalasi bu birinchisi a'ning kvadrat deb belgilaymiz. Ya'ni bu natural bo'luvchilar sonini topishimiz uchun uning darajasi 1 ni qo'shadi dedik. Ya'ni 2 ga qo'shamiz 1 ni teng 3 bo'lishi kerak. Biror bir sonning bo'luvchilar soni 3 dona bo'lishi uchun shunday bo'lishi kerak edi. Xo'sh, demak, ikki xonali sonlar tubini yozib chiqishimiz kerak. Biror bir sonning kvadrati, ya'ni ikki xonali son bo'lgani uchun 5 ning kvadratidan boshlaymiz. Bu 25. Undan keyingisi 7 ning kvadrati, bu 49. Bundan keyingisi tub bo'lish uchun 9 bo'la olmaydi. Chunki 9 ning bo'luvchilari bor. 14 tane bo'luvchisi bor. Demak, 9 dan keyingisi 11. 11 ning kvadrati teng 121. 121 bu 3 xonali son bo'lgani uchun 121 ni olib bilamiz. Demak, 7 ning kvadrati ya'ni 49 ekan. Bu javob bizda A javobimizga to'g'ri keladi ekan. Ikkinchi misol. Xo'sh, 353-darajasi sonni 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping dedi. 5 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun shatamiz biza. Endi misolni yozib olamiz. 353 ni 353-si. Xo'p, buni 5 ga bo'lishimiz kerak ekan. Oxirgi raqami qaysi raqam bilan tugashi haqida gap ketdi. Demak, 353 bo'lgani uchun oxirgi raqami 3. 3 ni 353-sini topishimiz uchun 353 ni 4 ga bo'lishimiz kerak. Demak, qoldiq 1 bo'ladi. 353 ni birinchisi bo'lamiz 5 ga. 5 ga bo'linish uchun ishatish kerak edi. 5 ga bo'linish uchun oxiri 0 yoki 5 bilan tugashi kerak edi. Demak, 0 yoki 5 bilan tugasa, bu yerda 3. Demak, qoldiqi 3 bo'ladi. Qoldiq bu yerda 3. Hop, mana javobi A javobda turibdi. A javobi belgilaymiz. Endi 3-misol. 3-misolda nima deydi? 3-misolda 2m plus 3n teng 72 deydi. Xo'sh, m va n natural sonlar bo'lsa, n ning eng katta qiymatini toping dedi. N ning eng katta qiymatini topishimiz uchun shatamiz. Aldan bizga faqatgina n kerak bo'lgani uchun 3n teng 2m ni bu tarafiga minus etib o'tiramiz. 72 minus 2m. Faqatgina n ni so'ragani uchun biza shuni bu tarafiga bo'lib etib o'tiramiz. N teng har birsini hadma-had bo'lib versak, 72 ni 3 ga bo'lsak 24 minus, hop 2 ni 3 ga bo'lsak 2m taqsim 3. Demak, shunday bo'lishi kerak. M ning eng katta qiymatini topishimiz uchun bizda m ning eng kichik qiymati bo'lishi kerak. Hop, m ning eng kichik qiymati bu bizda m teng 3 bo'ladi. Chunki 3 bilan qisqargan vaqtindagi javobi kerak bizda. N teng 3 ni qo'ysak 24 minus 3 bilan 3 qisqaradidan 2 qoladi. Demak, n teng 22 ekan. Buni javobi bizda C javobi to'g'ri keladi. 4-misol. 4-misolda nima deydi? Hop, 25 ning 13-si, 25 ning 13-si minus hop plus 16 ning 127-si plus 27. Hop, yig'inda qanday raqam bilan tugaydi deydi. Yig'inda qanday raqam bilan tugashini hisoblashimiz uchun faqatgina bizga oxirgi raqami kerak. Xo'sh, 5 ni darajasi, har qanday darajasi qanday raqam bilan tugashini isbotlab beraman. Buning uchun 5 ni birinchisi teng 5. 5 ning kvadrati teng 25. 5 ning kubi teng 125 bo'ladi. E'tibor berganlaringizda hammasi 5 bilan tugab turibdi. Demak, 25 ning 13-si ham qandaydir sonning oxirgi raqami 5 bilan tugaydi ekan. Demak, 5 yozamiz plus endi 16 ning 127-sini shart topamiz biz. Bizlar faqatgina oxirgi raqami kerak bo'lgani uchun faqatgina oxirgi raqamni topamiz. 6 ning birinchisi teng 6 bo'ladi. Bundan 6 ning kvadrati teng 36, 6 ning kubi esa 216. Bundan e'tibor berganlaringizda 5 tiki bilan 1 xil. Ya'ni faqatgina 6 takrorlanib turibdi. Demak, buni ham oxirgi raqamini 6 yozamiz. Plus 27 bo'lgani uchun buni ham oxirgi raqamini 7 yozamiz. Teng. Hop, 5 6 dan qo'shsak 11, oxirgi raqam 1, 1 7 dan qo'shsak 8.
Demek 8 degan javob bu bizada B javobi doğru gelir ekan. Bu javob. Xo'sh, endi 5. 5-chi misol. Agar A va B raqamlar yig'indisi 7 ga qoldiqsiz bo'linsa, yozib olamiz. A va B raqamlar yig'indisi A plus B teng 7 bo'lishi kerak ekan. Chunki 7 ning o'zi 7 ga bo'linadi. Demak, agar A, B, A ko'rinishidagi 3 xonali 7 ga bo'linsa, bir xil qoldiq qolsa, shu qoldiqni toping deydi. Endi bu 7 ga bo'linishi kerak ekan. Ya'ni A, B, A ko'rinishidagi son, ya'ni 3 xonali son bo'lishi kerak ekanki, shu narsa 7 ga bo'linadi ekan. Demak, A'ni topib chiqamiz. A teng 1 bo'lganda B teng 6 bo'ladi. A teng 2 bo'lganda B teng 5 bo'ladi. A teng 3 bo'lganda B teng 4 bo'ladi. Demak, hozir yana davom etsam, A teng 4 bo'lsa B teng 3 bo'lib qoladi. Demak, hammasi bir xil bo'lgani uchun faqatgina 3sini yozib qo'ydim. Endi A, B, A'ni sodda ko'rinishda yozib olamiz. Bu A, B, A bo'lgani uchun birinchi A'miz birlar xonasida, ikkinchi B'miz bu onlar xonasida, uchinchisi ya'ni A oxirgisi bu yuzlar xonasida turgani uchun 100 ko'paygan A plus 10 ko'paygan B plus A deymiz. Teng. Endi soddalashtiramiz. 101 ko'paygan A plus 10 dana B. Endi A ni o'rnini bir dana son qo'yamiz. A ni o'rnina 1 ni qo'ysak 101 ko'paygan 1 plus A ni B ni o'rnina 6 qo'ysak 10 ko'paygan 6 teng 161 bo'ladi ekan. Demak, 161 ni 7 ga bo'lganimizdagi qoldiqi kerak bo'ladi ekan. 161 ni 7 ga bo'lsak, 161 ni bo'lamiz 7 ga teng 23 qoladi ekan. Demak, davom etsak. Hop, boshqalarni qo'ysak ham baribir qoldiq qolmaydi. Demak, javobi qoldiqi 0 bo'ladi. Bu javob bizda C javobi to'g'ri keladi ekan. Endi xo'sh, 6-misol. 6-misol. A va B natural sonlar yig'indisi 7 ga qoldiqsiz bo'linsa, A va B yana shunday ekan. A plus B teng 7 deymiz. Xo'sh, 7 ga qoldiqsiz bo'linsa 37 A plus 9 B ni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deydi. Xo'sh, 37 A plus 9 B. Buni ham davom etamiz shunday ana unda son beramiz. A teng 1 bo'lganda B teng 6 bo'ladi. A teng 1 bo'lgan 2 bo'lganda B teng 5 bo'ladi. A teng 3 bo'lganda B teng 4 bo'ladi. Yana aytganimdek davom etishtiradi, lekin tersine kelishi mumkin. Endi boshqasini qo'yib ko'rsak ham bari bir xil. Endi A ni o'rniga son qo'yamiz, B ni o'rniga ham son qo'yamiz. A ni o'rniga 1 qo'ysak, xo'sh, 37 ko'paygan 1 plus hop 9 ko'paygan B ni o'rniga 6 qo'ysak bo'ladi teng 37 dan 1 ko'paytirsak 37 plus 9 6 54 teng. Qo'shsak bu 91 bo'ladi. 91. Endi davom etsak 91 ni bo'lamiz 7 ga. 91 ni 7 ga bo'lsak bu bizda 13 bo'ladi. 13. Demak, bundan qoldiq yo'q. Davom etsak baribir yana qoldiq qolmaydi. Mana javobim C javobi to'g'ri keladi ekan. 7-misol. 7-misol. Agar A va B raqamlar yig'indisi 13 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, agar A, B, A ko'rinishidagi 3 xonali sonlar 13 ga bo'linganda bir xil qoldiq qolsa, shu qoldiqni toping deydi. Xo'p, shu qoldiqni topishimiz uchun ishlatamiz. Yana 3 formuladan foydalanamiz. A plus B teng 13 deymiz. Ya'ni ikkisining yig'indisi 13 ga bo'linadigan son bo'lgani uchun faqatgina A plus B teng 13 desak, 13 ni o'zi ham 13 ga bo'linadi. Demak, davom etamiz. A, B, A ko'rinishidagi son. Hozir aytganimdek inabida yozdik. 101 A plus 10 B. Buni ham yozamiz. 101 A plus 10 B. Ko'rinishida ekan. Xo'p, 3 xonali son bo'lsa, 13 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deydi. Demak, haqiqatan son berib ko'ramiz. A teng 1 desak, B teng 12 bo'ladi. Xo'p. A teng 2 desak, B teng 11 bo'ladi. A teng 3 desak, B teng xo'p 10 bo'ladi. A teng 4 desak, B teng 9 bo'ladi. A teng 5 desak, B teng 8 bo'ladi. Hozir yana davom etaveradi. A teng 6 desak, B teng 7 bo'ladi. Endi bundan buyon hozirgini yana davom etadi. A ni undan 7 qo'ysak, B teng 6 bo'ladi. Takrorlangani uchun yozib o'tirman. Endi A ni undan 1 qo'yamiz, B ni undan 12 qo'yamiz. 12 qo'ysak, hop, 101 ko'paygan 1 plus 10 ko'paygan 12. Hop, 101 ni 1 ga ko'paytirsak 101 o'zi bo'ladi. Plus hop 12 10 ga ko'paytirsak 120 bo'ladi. 120 ni
101'e qo'shsak 221 bo'ladi. 221 ni endi 13 ga bo'lishimiz kerak. Bilamiz 13 ga. 13 ga bo'lsak, demak, xo'sh. 17 qoladi ekan. 13 ga bo'lsak 17. Demak, qolganlarida men ham baribir qoldi qolmaydi ekan. Bunam javobi C javobi to'g'ri keladi ekan. Endi sizlar screenshot olinglar, men keyingisiga o'taman. Endi 15-misolga keldik. Natural sonlarning yig'indisi 15 ga teng bo'lsa, ularning ko'paytmasi quyidagi sonlardan qaysi biriga teng bo'lishi mumkin deydi. Xo'sh, 15. Xo'sh, natural sonlarning yig'indisi, ya'ni a plus b teng 15 bo'lishi kerak. Endi a ni 10 raqam, b ni 10 dan bir raqam beramiz. Son beramiz. A teng 1 bersak, b teng 14 bo'lishi kerak. A teng 2 bersak, b teng 13 bo'lishi kerak. A teng 3 bersak, b teng 12 bo'lishi kerak. A teng 4 bersak, b teng 11 bo'lishi kerak. A teng 5 bersak, b teng 10 bo'lishi kerak. A teng 6 bersak, b teng 9 bo'lishi kerak. A teng 7 bersak, b teng 8 berishimiz kerak. Demak, hozir yana qaytadan ishlasam, a teng 8 bo'lsa, b teng 7 bo'ladi. Shuning uchun raqamlar yig'indisi qaysi birine teng bo'lgani uchun, hop, u yon tarafini yozib o'tirishim shart emas. Endi ko'paytmasini topishimiz kerak ekan. A ko'paygan b quyidagilardan qaysi biriga teng bo'lishi mumkin? A teng 34 deydi. A variantimizda 34. Bizda qaysi birini ko'paytirsak ham baribir 34 bo'lib bilmaydi. Endi b varianti 35 deydi. Bu variantdan hech qaysini ko'paytirsak ham 35 bo'lib bilmaydi. Endi C varianti 36 bor ekan. Demak, 36 bo'lgani uchun A teng 3 bilan B teng 12 bo'lishi kerak. Bu C varianti to'g'ri keladi ekan. 16-misolga yetib keldik. Hop, quyidagi fikrlardan qaysi biri natural sonlar uchun har doim to'g'ri deydi. Buning uchun A variantini o'qiymiz. Hop, ikkita tub sonlar ko'paytmasi tok son bo'ladi deydi. Bu to'g'rimi? 16-misol A varianti. A varianti ko'rsak. Ikkita tub sonlar ko'paytmasi har doim tok son bo'la oladimi? Yo'q, chunki tub sonlar qaysi sonlardan boshlanadi? 2, 3, 5, 7 va hokazo ketaveradi. Xo'sh, endi ko'paytirib ko'ramiz. 2 o'ncha ko'paytirsak 6, 2 ni 5 ga ko'paytirsak 10. Demak, 6 bilan 10 ni o'zi juft bo'lgani uchun A variantimiz xato. Endi bu variantni o'tamiz. Faqat 3 ta natural bo'luvchiga ega bo'lgan son biror bir sonning kvadratiga teng bo'ladi dedi. Bu to'g'rimi? Yana birinchi misolda aytganimdek, biror bir sonning kvadratiga teng bo'lishi uchun u tub son bo'lishi mumkin. Ya'ni a ning kvadrati teng bu natural bo'luvchilar soni teng kvadratini 1 ga qo'shadi. Ya'ni darajasini 1 ni qo'shamiz. 2 ga qo'shamiz 1 ni. Teng 3. Demak, bu bo'lishi mumkin. Masalan, biror bir sonni olamiz. 2 ning kvadrati bu tub son. Endi 5 ning kvadrati bu ham tub son. Davom etamiz. 7 ning kvadrati bu ham tub son. Va hokazo yana ketaveradi. Demak, bu variantimiz to'g'ri ekan. Asosiy javob bu variant ekan. Endi 17-misol o'tamiz. 17-misolda nima deydi? Quyidagi jumlalardan qaysi biri noto'g'ri deydi. Agar 6 ga bo'linsa, agar natural biror bir son 6 ga bo'linsa, u holda 12 ga ham bo'linadi deydi. Bu narsa noto'g'ri. Chunki 6 ning o'zi 6 ga bo'linadi. Demak, 6 ga bo'lingandan keyin 12 ga bo'linadi. Yo'q. 6 ni 12 ga bo'lib bo'lmaydi. Chunki bu kasr son bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Butun son bo'lishi kerak. Bu birinchisi xato. Ikkinchisini o'tsak. Ikkinchisida nima deydi? Xo'sh, agar natural son 12 ga bo'linsa, u holda 6 ga ham bo'linadi. Bu narsa to'g'rimi? Havo. Bu narsa to'g'ri, chunki 12 ga bo'lingan narsa 6 ga ham bo'linadi. Masalan, biror bir 24 narsa 24 12 ga bo'linadi. 24 12 ga bo'lingandan keyin 24 ni 6 ga bo'lsam bo'ladi. Bu 2 oladi, bu 4 oladi. Demak, ikkinchisimiz to'g'ri. Uchinchisini olsak, agar natural son 12 ga bo'linmasa, u holda 6 ga ham bo'linmaydi. Bu narsa noto'g'ri. Chunki 12 ga bo'linmaydigan narsa, ya'ni boshida aytdim, 6 ga bo'linmaymi? Ya'ni 6 ni 12 ga bo'lib bo'lmaymi? Yo'q. Demak, bu ham noto'g'ri bo'ladi. Endi boshqasini olib ko'rsak, masalan 6 dan boshqa 18 olib ko'rsak, bu 12 ga bo'linmaydi. Lekin 6 ga bo'linadi. Uchinchisi ham noto'g'ri. Endi 4. 4-inchisini kelsak, agar natural son 6 ga bo'linmasa, u holda 12 ga ham bo'linmaydi. Bu narsa to'g'ri. Chunki boshda ikkinchisida aytgandek 24, ya'ni boshqa любой bir son 12 ga bo'linadi. Demak, u 6 ga bo'linadi. Endi qaysidir sonni olamiz.
17 ni alsam. 17 bu 6 ga bölünmedi. Endi bu 17 ning o'zi ham 12 ga bölünmedi. Demek 4-inchimiz to'g'ri. Endi birinchi bilan 3-chi xato ekan. Shu javob bizada D varianti to'g'ri keladi ekan. D varianti. Endi 18. 18-chi misolda nima deydi? 13 ni 5-inchisi minus 13 ni 10 ga bo'lganda qoldiqni toping deydi. 18. Xo'sh. 13 ni 5-inchisi minus 13 ni 10 ga bo'lganda qoldiqni so'raydi. Bundan ishlatamiz. 13 ni 5-inchisi minus 13. Hammasini bo'lamiz 10. Shun bo'lgandagi qoldiqni so'rab turibdi. Biz yana ikkinchi misolda o'tganimizda 353 ni 353 darajasini ko'rdik. Endi 13 ni 5-sini ko'rsak, 3 ni birinchisi bu 3 ga teng. Hop 3 ning kvadrati bu 9 ga teng. Bundan keyingisi ham davom etadi. 3 ning kubi esa bu 27. 3 ning hop 4-inchisi esa bu 81. Yana davom etaveradi bu 3 ning hop 5-inchisi bu esa 243. 3 ning 6-inchisi esa bu 729. E'tibor berganingizda 3 4 dan 1 qaytib turibdi, 9. Yana bir 4 dan 1 qaytib turibdi. Hozir 7 yana 1 qaytadi bu 4 dan 1. 1 ham hozir yana 4 dan 1 qaytadi. Demak, har bir 4 dan 1 qaytsa, bu darajasini 4 ga bo'lishimizga to'g'ri keladi. Hop, 5 ni 4 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladi, ya'ni bu oxirgi raqami 3 bilan tugaydi, minus 13. Shuni 10 ga bo'lganda qoldiq so'raydi. 10 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz uchun oxirgi raqam 3, buni ham 3. Demak, 0 bo'ladi. Xo'sh, 0 bo'lsa oxirgi raqami 10 ga bo'lsak, bu javobi qoldiq qolmaydi. Qoldiq 0 ga teng bo'ladi. Demak, qoldiq 0 ga teng bo'lsa, bu A varianti to'g'ri keladi. Endi 19-misol. 19-misolda nima deydi? Hop, 2 ko'paygan 7 ko'paygan 11 ko'paygan 19 ko'paygan 23, 2 ko'paygan 7 ko'paygan 11 ko'paygan xo'sh 19 ko'paygan 23. Soni quyidagi sonlardan qaysi birini ko'paytirilsa, uning natural bo'luvchilar soni 2 marta ko'payadi. Ya'ni hozir aytdik, natural bo'luvchilar soni bo'lishi uchun darajasidan birini qo'shib chiqadi. Natural bo'luvchilar soni. Endi 2 ni darajasida 1 turibdi. 7 ning ham 1, 11 nikidan 1, 19 nikidan 1, 13 23 nikidan 1 turibdi. Demak, 1 plus 1 ko'paygan 1 plus 1 ko'paygan 1 plus 1 ko'paygan 1 plus 1. Yana davom etadi. 1 plus 1. Demak, 2 dan 5 tanasi bor. 1 2 3 4 5. 2 ning 5-inchisi bu. 2 ning 5-inchisi bu 32. Shu narsa 32 64 bo'lishi kerak. Ya'ni natural bo'luvchilar soni 2 marta ko'p bo'lishi kerak edi. Demak, 2 marta ko'p bo'lishi uchun qandaydir sonni qo'yishimiz kerak. O'shada yo'q, любой bir son qo'ysak, shu to'g'ri keladi ekan. Bu yerda faqatgina 3 yo'q ekan, variantlarda D varianti to'g'ri keladi ekan. D variantda berilgan ekan. Endi 20-misol. 20-misolda nima deydi? Ni 6 ga bo'lgandagi qoldiqni top deydi. 6 ga bo'lgandagi qoldiqni topamiz. 7 ning 3-inchisi plus 11 ko'paygan 7. Shuni bo'lishimiz kerak ekan 6 ga. 6 ga bo'lishimiz uchun buni chatamiz. Buni darajaga ko'taramizmi? Boshqa bir son bo'lsa, qaysidir son bo'lsa, masalan 7 ning birinchisini hisoblaylik. 7 ning birinchisi bu 7. 7 ning kvadrati esa bu hop 49. 7 ning kubi esa bu davom etadidan bu 3 bilan tugaydi. Hop 7 ning 4-inchisi esa bu yana davom etadidan bu 1 bilan tugaydi. 7 ning 5-inchisi esa bu davom etadidan bu 7 bilan tugaydi. Yana aytganimdek, bundan har biri 4 dan qaytib turibdi. Demak, bunda 7 ning 3-inchisi bo'lib turibdi. 7 ning 3-inchisi necha teng? Bu 243 ga teng. 243 plus 243 ni 11 da 7 ga ko'paytirsak, bu 77 bo'ladi. Shuni bo'lishimiz kerak ekan 6 ga. 6 ga bo'lamiz. Hop, 243 ni 77 ga qo'shsak, bu xo'sh, bu 320 bo'ladi. 320 ni 6 ga bo'lamiz. Xo'sh, 320 ni 6 ga bo'lishimiz uchun shatish kerak edi. Hop, 6 ga bo'linish belgisi asosiysi 2 ga ham 3 ga ham bo'linishi kerak edi. Demak, bu yerda 3 ga bo'linmaydi. Bo'lib ko'ramiz asosiysi o'zini. Bo'lsak. Xo'sh, 5 2 qoldiq qoladi 3. Demak, qoldiqi 2 ekan. Qoldiq 2 ga teng bo'ladi ekan. A varianti to'g'ri keladi. Xo'sh, endi 21-misol ham shuni 21-misolni sizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men esa 22-misolga o'taman. Xo'sh, 22-misolda nima deydi?
2dan katta bo'lgan barcha tub sonlardan 4 ga bo'lganda qanday qoldiq qoladi dedi. 22. Xo'sh, 2dan katta bo'lgan barcha tub sonlarni yozib chiq. Hisoblaymizmi? Yo'q. Asosiysi bu 4 tana 5 tanasini yozamiz. 2dan kattasi bo'lishi uchun 2 ni yozamiz. Xo'sh, 3, 5, 7, 11 va hokazo yana davom etaveradi. 3-4 sizdan foydalanadi boshda. Xo'p, 3 ni 4 ga bo'lib bo'ladimi? Yo'q, bu 4 tani 3 bo'ladi. Ya'ni 0.175. Bu natural son bo'lishi kerak edi. Lekin bu bo'linmaydi. Endi 5 ga bo'lib ko'rsak, bunda qoldiq 1 dan bo'ladi. 7 ga bo'lib ko'rsak, qoldiq 3 bo'ladi. Xo'sh, 11 ga bo'lib ko'rsak, qoldiq bundan 3 bo'ladi ekan. Demak, 1, 3, davom etadi 3, 3. Demak, shu faqatgina 1, 3, 3 bo'lgan javobni qaraymiz. Lekin bizda bunga deyilmagan. S varianti faqatgina 1 bilan 3 deyilgan. Bu javobimiz S varianti to'g'ri keladi. Bundan keyingi misol 23. 23-misol. Xo'p, A soniga qanday sonni qo'ygan? Xo'p, qaysi sonni 1 ga teng bo'lsa, shu sonlar tub son bo'ladi dedi. Ya'ni yozib chiqamiz. A plus 6, A plus 14. Ya'ni hozir variantlardan qaysi birini qo'yishimiz kerak ekanki, bu tub son bo'lishi kerak ekan. Tub son bo'lish uchun ishlatish kerak edi. Tub son 1 ga va o'ziga bo'linishi kerak edi. Demak, qaysidir variantdan qo'yishimiz kerak ekanki, u o'ziga va 1 ga bo'linishi kerak ekan. Xo'sh, A variantda bu 13, B variantda 11, hop S variantda 17, D variantda esa 19. Qo'yib ko'ramiz. Birinchi 13 ni qo'ysak, 13 ni qo'ysak, demak bu tub son birinchisidan to'g'ri keladi. Ikkinchisidan qo'yib ko'rsak, ikkinchisidan qo'ysak 19. 19 ham bu tub son. Demak bu to'g'ri keldi. Endi 13 ga qo'shamiz 14 ni. Bu 27 bo'ladi. 27 tub son bo'lolmaydi. Tok son va uni bo'luvchilar soni bor. Demak, 27 bo'lib bilmaydi. 13 bo'lmaydi. A variant ketadi. Endi 11 deydi. Bu variantdan foydalanamiz. 11 ni qo'yib ko'rsak, birinchi 11 bo'ladi. Bu to'g'ri keladi. 11 ga 6 ni qo'shsak 17. 17 bu ham to'g'ri keladi. Xo'sh, 11 ga 14 qo'shsak bu 25 bo'ladi. 25 esa mana 3 dona bo'luvchisi bor. Demak, bu bo'lib bilmaydi. Endi bu variant noto'g'ri. Endi S varianti qo'yib ko'rsak, S varianti qo'ysak, S variantda 17. 17 ga 6 ni qo'shsak 23. 23 ga endi 17 ga 14 qo'shsak 31. Endi 23 tub son, 17 dan tub son, endi 31 ham tub son. Chunki 31 ni 2 ham bo'lib bo'lmaydi, 3 ham bo'lib bo'lmaydi, 4 ham bo'lib bo'lmaydi. Demak, bizda S varianti to'g'ri keladi ekan.